Assalomu alaykum aka-ukalar. 23-avgust kunimizga yakshanba. Bu akamizga ham Izzatelimizga furgon tayyorlab berganmiz. Bu akamizga ham yig'ma tent qilib beryapmiz. Xo'p, akamiz salondan 62 kilometr yurib ketdilar. Ko'rishlari ham mumkin, yangi olib chiqibdilar. Xo'p, yon sondiqchalarni qo'yib berganmiz. Yonlargacha bekiladigan variantida. Xo'p, ichki holatlari. Xo'p, orqa holatga keladigan bo'lsa, orqa dugalardan ham qilib berganmiz. Gabaritli chiroqlarni qo'yganmiz tepalariga. Furnituramizga keladigan bo'lsa, har doimgidek qulf kalitli bo'ladi. Bu tomonida ham. Xo'p. Ichki holatga keladigan bo'lsa, ichki holatlari har doimgidek ichilari panelli. Old qismlariga birli listlarni qaytarib berganmiz. Deschok bo'ladi. 5 sm va plafon chiroqlarni qo'yib berganmiz. O'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilib ishlaymiz, qilib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Pastdan nomerlar qoldirib qo'yamiz. Oldi chok qismlari xuddi shu holatda bo'lib o'rnaydi mashinaning oldi chokiga.